Assalomu alaykum. Jigarlar, yaxshimisizlar? Mana bugungi mashg'ulotimizni ham boshlab oldik. Trenotkamizni kelib oldik. Bugun spinaga ishlaymiz, qanotga. Har bitta mashqni tagida yozib qoldiraman, nechta повторение qilishni. Kuzatib boringlar. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada kutib qolaman. Birinchi mashqimizda xvat mana bunday ushlangan edi. Ikkinchi mashqimizda xvat bunday bo'ldi. Shunisiga e'tibor beramiz. Keyingi mashqimiz beldagi muskullarimiz uchun bo'ladi. Kuzatib boring. Bugungi trenovatkamizning davomini xohlasangiz like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingizni kutib qolaman.